birinchi UZIga nisbatan 2-3 haftalik farq bersa, demak biza homila rivojlanishda orqada qolayotganini shubha qilishimiz mumkin. Homila rivojlanishini tekshirish uchun biz hali UZI tekshiruviga asoslanib ko'rib boramiz va undan tashqari ginekolog ko'rigiga kelganda katta muddatlarda bachadon tubini balandligiga qarab o'lchab ketib aniqlashimiz mumkin. Agar ayolda o'z vaqtida ovulyatsiya kuzatilgan bo'lsa va homila muddati hayz bo'yicha hisoblanganda hamda UZI bo'yicha hisoblanganda bir xil kelsa va kuzatuv davomida to'g'ri ketayotgan bo'lsa, bu ya'ni yaxshi rivojlanish, orqada qolmasligini bildiradi. Lekin agar bizda birinchi UZIga nisbatan keyingi UZIlarimizda farq kamroq bo'lsa, ya'ni aytaylik 1 oyda qildik va bizda 1 oylik emas, farq UZI bo'yicha 2-3 haftalik farq bersa, demak biz homila rivojlanishda orqada qolayotganini shubha qilishimiz mumkin. Agar kattaroq muddat bo'lsa, biz doktor tekshiruvlarini, KTG tekshiruvlarini tavsiya qilamiz. Ya'ni bolada dimiqish holati yo'qmi? Ya'ni kerak bo'lsa analizlar topshirishga jo'natamiz. Ya'ni qonimiz yaxshi aylanyaptimi, qon quyuqligi yo'qmi, ayolda gemoglobin past emasmi, bachadon tonuslari yo'qmi? Shularni o'lchagan holatda homilani rivojlanishdan ortda qolishini oldini olgan bo'lamiz.